vafot etadi va alhamdulillah u yaxshi insonlardan edi. Kunlarning birida u uxlab yotganida tushida o'zini vafot etganini ko'radi. Tushida o'lib qolgan bo'ladi. Odamlar uni olib ketishadi. Uni g'usl qildirishadi, kafanga o'rashadi va uni yelkalarida ko'tarib qabristonga olib ketishadi va qabrga qo'yishadi. Odamlar uni ko'mishadi va ustiga tuproq tashlashadi. So'ng bari tarqab ketadi. Hadislarda aytilganidek, odamlar qabristonni tark etgan zahoti ikki farishta keladi: Munkar va Nakir. Farishtalar keladi va hammamiz biladigan o'sha mashhur 3 ta savolni beradilar. Allohdan so'raymizki, u bizni bu savollarga qat'iy javob bera oladiganlardan qilsin. Amin. Farishtalar so'raydi: "Ayt, Robbing kim?" deydi. Ayol javob beradi: "Mening Robbim Alloh. Alloh mening Robbimdir." Ular yana so'rashadi: "Dining nima? E'tiqoding nima?" Ayol: "Mening dinim Islom." So'ng ular yana so'rashadi: "Payg'ambaring kim?" Ayol javob beradi: "Mening payg'ambarim bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam" deydi. U savollarga javob beradi. Go'yoki hammasi joyida edi, hammasi joyida. Lekin farishtalardan biri aytadi: "Sen qoldirib ketgan namozlaringni eslaysanmi? Sen peshin namozini o'qimasdan uni tark etgan eding. Eslaysanmi?" Ayol: "Yo'q, eslolmayman" deydi. Shunda ayolning qarshisida xuddi ekranda ko'rayotgandek o'sha kun, o'sha lahza ko'rsatiladi. O'sha kun, o'sha lahza. Ayol aytadi: "Xuddi ekranda ko'rayotgandek bo'ldim. Men uy tashqarisida ayollar bilan o'tirib gaplashyapman, suhbatlashyapman. Namoz vaqti o'tyapti, lekin men namozni o'qimadim. Shu tariqa peshin namozini o'tkazib yubordim. Va bu voqea 15 yil oldin bo'lgan edi." Tasavvur qilyapsizmi, birodarlar? U 15 yil oldin namozni o'qimagan edi, unga ko'rsatildi. Allohu akbar.